Bir kishi shunday deydi: men o'tgan kunlarimga achinmay qo'ydim. Yaxshi kunlarda quvonib yashadim. Qiyinchiliklarda sabr qilishni o'rgandim. Xato qildim, yiqildim. Kim do'st, kim dushmanligini bildim. Omadim kelganda esa soxta munosabatlarni, omadim ketganida esa asl yuzlarini ko'rdim. Sevdim, muhabbatning azobini ko'rdim. Sevildim, kimgadir kerak bo'lishlik baxtini his qildim. Xato qildim, qilgan ishimning xatoligini bildim. Takrorlamaslikka harakat qildim. Tashvishlarim ko'payganida inson faqat Allohdan umid qilib, o'zi harakat qilib yashashi, o'zini baxtli bo'lishi faqat o'zigagina kerakligini tushundim. Ba'zan yaxshilik, ba'zan bilib bilmay yomonlik qilib qaytar dunyo ekanligini bildim. Xullas, hayotda hech narsa behikmat bo'lmasligiga, har qanday holat biz uchun bir saboq ekanligiga amin bo'ldim.